Assalomu alaykum barchaga. Videoda men rak kasali haqida gapirmoqchiman. Ayniqsa o'sha oshqozon osti bezi raki kasali haqida. Yaqinda 2 oylar bo'ldi, mani onam shu kasallikdan dunyodan o'tib qoldilar, rahmatli. Demak, bu video kimgadir foydasi bo'ladi degan maqsadda men shuni tayyorlayapman. Endi shu kasallikka keladigan bo'lsak, ko'pchilik avvalo buni hech kimga ravo ko'rmaymiz. Juda ham yomon kasallik. Ko'pchilik afsuski shu narsadan aziyat chekadi va oxirida shifo topolmay qiynalib shu dunyodan o'tib ketadi. Lekin shu narsani vaqtida topish iloji bo'lsa, balkim o'sha insonni hayotini saqlab qolishda imkoni bo'lishi mumkin. Demak, men bir boshdan gapirib beraman nimalar bo'lganini. Ikkinchidan o'sha o'zim izlanishlarim oqibatida qanaqa o'sha davolash uslublariga duch kelgan bo'lsam, hammasini aytib o'taman. Rahmatli onam kasallari 2018-yil iyun oyida boshlandi. Iyun oyini o'rtalarida, taxminan 20-15-iyunlarda Toshkentda klinikalarda shunaqa diagnoz qo'yishga qiynalishdi. Ya'ni o'sha o'zi qilganda o'sha qanaqadir o'simta ko'ringan oshqozon ostida. Demak, keyin aytishdiki, buni o'sha chet elga olib borish kerak va to'liqroq o'rganish kerak deb. Keyin biz har xil joylarda surishtirdik. Boshida endi taxminan vrachlar aytgandi, bu o'sha rak bo'lishi mumkin, oshqozon osti raki bo'lishi mumkin deb. Lekin aniq diagnoz qo'yilmagandi. Shuning uchun qo'ldan kelguncha har xil joylarda surishtirildi, har xil joylar bilan gaplashildi, har xil klinikalar bilan. Birinchi navbatda Xitoy, men chunki Xitoyda yashayman, Xitoy klinikalari bilan gaplashildi. Albatta endi bunaqa holatda o'sha finans hisobga olinadi, chunki rakni davolash, uni umuman o'rganish, bu hammasi juda ham qimmat protsedura. Shuning uchun Xitoy bilan gaplashildi. Ikkinchi o'rinda Janubiy Koreya, keyin Germaniya va Amerika klinikalari bilan gaplashdim men va Hindiston bilan. Demak, shu O'zbekistondan ko'pchilik Hindistonga boradi. O'shaning uchun ham masalan u yerda ham klinikalar Toshkentda Hindistonni taklif qilishdi. Aniq bir klinika aytilmadi Toshkentda. Lekin har xil joydan har xil o'sha takliflar eshitdik biz. Endi o'sha nima deydi, finansiy tomondan hisobga olganda ham Hindiston eng arzon va bir vaqt o'zida ishonchli klinika, ya'ni o'sha ishonchli variant bo'lib ko'rindi bizga. Chunki masalan, misol qilib aytadigan bo'lsak, sizga oshqozon osti bezini davolash va uni nima deydi, agar mumkin bo'lsa o'sha operatsiya qilish narx-navosi Janubiy Koreyada taxminan 25-30 ming dollar atrofida bo'ladi. Bu o'sha klinikada yotishdan tashqari. Amerikada endi buni masalan o'zingiz ham bilishingiz mumkin, juda ham qimmat. Bu yerda menga berilgan narxlar 150 ming, 200 ming dollar atrofida bo'ladi. Bu operatsiyalarning puli. O'sha nima deydi? Operatsiyadan oldin analiz va operatsiyaning puli ikkalasi birgalikda. Klinikada yotish bu alohida pul. Germaniya ham shu atrofda, undan biroz arzonroq, lekin shu atrofda berishdi. Demak, oxiri Hindiston bilan so'rab surishtirganimda, Hindistonda aytildi maksimal bizda dedi masalan analiz qilish plus o'sha agar operatsiya mumkin bo'lsa operatsiya qilish hammasiga taxminan 15 ming ketadi deyishdi. Demak, 15 ming dollar ya'ni. Demak, biz buni Xitoyda ham xuddi shunaqa deyishdi. 15 ming dollar atrofida bo'ladi deyishdi. O'sha analiz va operatsiya. Lekin Hindiston bilan Xitoyni solishtirib ko'rganimda
Har xil joylardan endi maslahat oldim, chunki o'zimni ham doktor tanishlarim bor chet elda. Amerikada masalan bir tanishim bor doktor. U bilan maslahat qilganda u aytdi, to'g'risini aytganda dedi, Xitoy bilan Hindistonni doktorlarini solishtirganda Hindiston ancha oldinda, ya'ni bilim sifatida, praktika sifatida tomondan qaraganda dedi, Hindiston oldinda. Shuning uchun Hindistonga olib borishni maslahat beraman dedi. Demak, Hindistonga borishga qaror qilingandan keyin u yerda har xil gospitallarni qidirdim men. Ya'ni aldanib qolmaslik uchun o'zim qidirdim, chunki Toshkentda ham masalan boshqa davlatlarda ham har xil agentstvalar bor. Ular o'rtakashlik qilib kasallardan pul oladida o'sha gospitallarga jo'natadi. Unaqalarni istamadim, o'shaning uchun ham o'zim qidirdim. Birinchi o'rinda Apollo gospitali Hindistonda, New Delhida, Yangi Delhi shaharida. Keyin Mumbayda bir gospital bor, uni ko'rdik. Umuman Hindistonning eng yaxshi gospitallari hammasi bilan gaplashib chiqildi. Keyin bu ham bir protsedura, masalan bir aniq gospitalni tanlash ham juda ham nima deydi, qiyin protsedura, chunki bilmaysiz qaysi gospital yaxshi. Buni hal qilish uchun men doktorlarni qidirishni boshladim. Yana o'sha o'zimni doktor tanishlarim maslahatini olib, o'sha onkologlarni hisobga olgan holda gospital tanlashni maslahat berishdi menga. Demak, onkologlarni qidirganimda eng o'sha Hindistonda kuchli onkologlardan biri deb doktor Zaidini maslahat berishdi. Doktor Zaidini qidirsam, u Apollo gospitalda ishlar ekan. Uni men yana pastda yozib qoldiraman o'sha ism familiyasini va Apollo gospital veb-saytlarini. Yana aytib o'tay, bu yerda men hech qanaqa reklama yoki hech narsa qilmoqchi emasman, shunchaki boshimizdan o'tgan narsani aytmoqchiman. O'ylaymanki kimgadir buni foydasi tegadi. Demak, doktor Zaidi Apollo gospitalda ishlar ekan, u kishi bilan gaplashdik. Demak, men to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqdim yana bir bor. Ularning emallarini topishlaringiz mumkin internetdan. Keyin o'sha hal qilingandan keyin kelinglar degandan keyin biza endi ungacha masalan ular sizdan so'raydi, kasalni analizlarini jo'natishdi, boshqa agar kasal nima deydi, ularga borishga to'g'ri keladigan holatda bo'lsa, ya'ni unchalik og'ir emas yoki operatsiya qilinmagan, Hindistonga borib o'sha boradigan ahvolda bo'lsa, ular taklif qiladi. Bo'lmasa analizlaringizni ko'rib, nima deydi, qaytarishi ham mumkin agar holat jiddiy bo'ladigan bo'lsa. Shuning uchun onamlar ahvollari hali o'sha aytganimdek boshlang'ich nima deydi stadiyada edi. O'shaning uchun biz bordik Apollo gospitaliga. Borishimiz bilan u yerda test qilindi yangitdan. U yerda masalan rak uchun topshirilgan, rak kletkalari uchun topshiriladigan maxsus analizlari bor, ularni topshirdilar. Keyin PET scan degan narsa bor, o'sha PET scan qilindi. Buni endi masalan o'zingiz Toshkentda qilishingiz ham mumkin, lekin gospitalga borganda qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar baribir ular o'zinikini qiladi. Chunki shunaqa protsedura, endi o'zini analizlariga, o'zini doktorlarini исследованиясiga ishonadi ular. Demak, afsuski o'sha analizlar natijalari yaxshi chiqmadi. Demak, o'sha oshqozon osti bezida rak bor deb diagnoz qo'yildi. Oshqozon osti bezini ham raki, men qidirib o'qigan natijalarim shunaqa bo'ldiki, u masalan oshqozon osti bezini, ya'ni pankreatis deydi inglizchasiga, o'sha pankreatisni dumida yo o'rtasida yo shu boshida bo'lishi mumkin ekan. Endi bu masalan solishtirib gapirganda boshi bilan dumida bo'lgan holat nisbatan yengilroq bo'lishi mumkin ekan. Chunki agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, u operatsiyaga loyiq deb topilishi mumkin. Agar u o'rtasida bo'ladigan bo'lsa, operatsiya ko'p holatda qilinmas ekan.
Afsuski, rahmatli onamni shu raklari oshqozon osti bezini o'sha именно pankreatisni o'rtasida ekan. Ya'ni inglizchasiga body deydi, ya'ni o'sha pankreatisni badanida, o'rtasida. Bu joylashgan joyi juda ham nozik joy. U yerdan har xil tomirlar o'tgan, har xil nima deydi, boshqa organlarga zarar beradigan joyda joylashgan ekan agar tegilinsa. Demak, doktor Zaidi buni ko'rib, buni operatsiya qilib bo'lmaydi dedi. Afsuski, chunki tegilsam dedi, u yomon bo'lib ketishi mumkin. Shunaqa juda riskovanniy holat bu dedi. Keyin yana o'sha PET skandan oldin ular haligi rakni kletkasini aniqlash uchun o'sha biopsiya qilishdi. Ya'ni inglizchasiga biopsiya deydi. Biopsiya qilishdi. Unda bu ya'ni masalan o'sha kirib rakdan hujayra olib uni analiz qilishadi. Rak yomon turdagi rakmi yoki nima deydi, nisbatan yomon emas rakmi. Ya'ni masalan yomon agressiv turdagi bo'lsa tez tarqaladigan rak bo'ladi u. Agressiv bo'lmasa, demak sekin bo'lishi mumkin. Afsuski agressiv turi chiqdi onam rahmatlida. Demak, mana shular hammasini hisobga olgan holda u yerda operatsiya qilib bo'lmaydi deyishdi. Yagona yo'li nima deb so'raganimda, yagona yo'li endi ximiya bilan shu hayotni bir qanaqadir komfortabilni qilish mumkin dedi. Lekin ximiya ham yordam bermaydi dedi. Endi ochig'ini aytganda, bu o'tgan yili iyunda bo'layotgan gap. Ochig'ini aytganda dedi, mana shu iyundan boshlab taxminan 8 oy yashash hayotlari qolgan dedi. Xohlasanglar ximiyani boshlanglar, xohlasanglar masalan dorilarni olib O'zbekistonda qilinglar. Sizlarning variantlaringiz dedi. Endi biz to'g'risi masalan onamga bu narsani aytishga nima deydi, ko'tara olmadim, ayta olmadim to'g'risi bu diagnozni. Endi ximiya olsa yaxshi bo'lar ekan deb qo'yildi, chunki bu onangiz bo'lgandan keyin bu narsani ayta olmaysiz deb o'ylayman, juda ham qiyin. O'shanga Apollo gospitalda ximiya olishni boshladik. U yerda hech bo'lmasa 2 kurs olib, keyin Toshkentda davom ettirish mumkin dedi. Endi narx-navoga keladigan bo'lsak, yana men shuni aytmoqchiman, kimgadir buni foydasi bo'lar. Apollo gospitaliga borganda juda ham ehtiyot bo'linglar. U yerda doktorlar katta doktorlar emas, lekin o'sha doktorlargacha bo'lgan insonlar ko'pchiligi pulga qiziqib ketishgan. Bular har qadamda sizni aldashga harakat qiladi. Tarjimonlar bor. Endi men ingliz tilini bilganim, chet elda necha yillardan beri yashaganim uchun menda bir qanaqadir praktika bor. Ya'ni ular bilan tortishib, ular bilan savdolashib, gaplashishga nima deydi, o'zim qo'limdan keladi. Lekin u yerda ko'rdikki, biz qanchadan qancha o'zbeklar, qanchadan qancha ruslar yo umuman O'rta Osiyodan borgan aholi aldanib yuribdi. Juda ham o'sha men aytmoqchimanki, u yerda sizga internetda, emailda necha pul deyishidan qat'iy nazar borib, har bitta masalan sizga berayotgan shotlarini tekshirib ko'ringlar. Chunki u yerda men necha marta tekshirganimda aldashga harakat qilgan, $100, $200. Endi bunaqa holatda hammasi pul. Shuning uchun $100, $200, $300 aldamoqchi bo'lishadi. Hali ham o'sha tortishib, to'g'irlatib shunaqa qilganmiz. Demak, meni maslahatim shu, borishdan oldin imkon bo'lsa ingliz tilini gapiradigan o'zingizni odamingizni olib boring. Chunki men o'sha yerda bo'lganimda men ko'p u yerda yurgan o'zbekistonlik yoki boshqa umuman O'rta Osiyoliklarga yordam berishga harakat qildim. Chunki o'zlarini tarjimonlari aldab tashlaydi. Mana shunaqa. Endi narx-navo ham shu. Masalan, sizga 10 so'm deydigan bo'lsa, 10 ming yoki 15 ming deydigan bo'lsa, u yoqqa borgandan keyin sizdan ko'proq pul olishga harakat qilishadi. Afsuski. Mana shu. Demak, biz yana mavzuga qaytadigan bo'lsak, o'sha ximiyani davom olishni boshladik. U yerda taxminan 2 oy yotdik. O'sha yotish davomida ham gospitalda juda ham tortishuvlar, ya'ni masalan
talab qilishingiz kerak, sizga e'tibor berishlarini. Gospital yaxshi yomon emas. Masalan, holati judayam nima deydi, komfortniy, palatalari yaxshi, boshqa. Lekin nima desa endi, masalan, afsuski shu o'ladigan kasal bo'lgandan keyin ular ham shunga qarab muomala qilar ekanda, to'g'risi. Masalan, talab qilishingiz kerak. To'g'ri gap bilan yaxshi tushuntirsa qilishadi. Bo'lmasa unchalik ham e'tibor qilmasdan, bir muomala qilmasdan, mana shunaqa. Ya'ni o'sha Apollo gospitaliga, umuman o'sha atrofdagi hamma gospitallar shunaqa kommerchеский gospitallar bo'lib ketgan ekanda. Demak, u yerda ko'p odamlar kelishadi, dunyoning har xil joylaridan, asosan rivojlanmagan joylardan kelishadi, to'g'risini aytganda. Chunki rivojlangan davlatlar o'zlarida yaxshi meditsina. Amerika yo umuman g'arbiy davlatlar. Apolloda birorta g'arb davlatidan odam ko'rmaysiz. Hammasi O'rta Osiyodan yoki Rossiyadan yo ja borsa Ukrainadan shunaqa. Demak, mana shu olishni boshlaganimizdan keyin biz 2 oylar yotdik u yerda. Men yotdim onam bilan, ya'ni qarab, boshqa qilib. Keyin biz dorilarni sotib oldikda Toshkentga qaytdik. Endi Toshkentda yana davom ettirish boshlandi. Lekin mana shu vaqtda masalan men izlanishda davom etdim. Oshqozon osti bezida, rakida. Statistika bo'yicha dunyoda shunaqa holat ekanki, u yerda masalan dunyoni faqat o'sha umuman olganda 5%dagina shunaqa kasal bilan kasallanganlarni faqat 5%igina 5 yilgacha yashar ekan. 5 yilgacha. Buni operatsiyasining nomi inglizchada Whipple procedure deyiladi. Whipple surgery, ya'ni Whipple operatsiyasi. Ruschasida protsedura Whipple degan narsa. Kimgadir buni foydasi bo'lar. Ya'ni aytganimdek, haligi oshqozon osti bezini boshida yoki o'sha pankreatisni boshida yoki dumida bo'lsa Whipple surgery qilinar ekan. Lekin yana o'zingiz surishtirishingiz mumkin. Demak, bu narsa qilinmadi bizda, faqat shu yagona yo'l haligi qoldi. O'sha ximiya. Lekin ximiya ham, Whipple surgery ham, umuman operatsiya ham bu holatda yordam bermaydi deydi. Masalan, agar o'sha kasalni operatsiya qilingan taqdirda ham maksimal 5 yil umr ko'rish belgilangan ekan statistika bo'yicha. Ya'ni shu o'rtacha shunaqa umr. O'shaning uchun surishtirishda davom etdim. Har xil joylardan so'rab, o'sha chet el doktorlariga yozib, Tailandda doktorlar bilan gaplashildi. Umuman tinimsiz internetdan izlanuv olib bordim. Topgan natijalarim shunaqa bo'ldiki, avvalo bunaqa kasalga foydali narsalar bu tabiiy narsalar ekan. Endi men nima deydi, meditsinaga hech qanaqa qarshiligim yo'q. O'zim ham, rahmatli onam ham doktor edilar. Otam ham doktorlar. Lekin rakka kelganda buni davosi ximiya bilan davolash buni juda ham qiyin masala ekan. Особенно shu именно oshqozon osti bezi. Boshqa raklar haqida gapirmayapman men. Boshqa raklarni men o'qib ham ko'rmadim, boshqa ham qilmadim. Faqat shu oshqozon osti bezi haqida. Buni ximiya bilan davolash nima deydi, umuman imkonsiz deb yozilgan hamma joyda. Va ximiya olishni boshlagandan keyin kasallik ahvoli juda ham og'irlashni boshlaydi. Sochlar to'kiladi, umuman kuchsiz his qiladi odam o'zini, boshqa. O'shaning uchun tabiiy narsalarga murojaat qilish kerak deb yozilgan. Asosiysi, men hozir sizlarga ko'rsataman, topganim turmeric degan narsa, ya'ni inglizchada aytganda turmeric deyiladi, ruschada kurkuma deyilar ekan. Men buni o'sha Xitoydan oldim. Mana bunaqa butilkachada bo'ladi, idishda. Bu narsa O'zbekistonda bormi yo'qmi bilmayman, lekin bu narsani o'sha agar bo'lmaydigan bo'lsa zakaz qilasizlar. Bu bir. Buni qanaqa ichiladi? Buni men bo'shatib, mana bunaqa kattaroq idishga bo'shatib qo'yganman. Buni o'sha rak bo'lgan odam emas, umuman hamma iste'mol qilsa bo'ladi, lekin buni
tarkibida immunni antirakoviy o'sha xususiyatlari bor ekan, qanaqadir bir nimasi rak kletkalarini o'sishiga qarshi kurashadigan bir moddalar. Buni qanaqa ichish kerak? Buni 3 kichkina qoshiqda olib mana shunaqa idishga solasiz va har bir 3 qoshiqqa 1 qoshiq haligi qora murchni kukunini solish kerak. Ya'ni ezilgan qora murch. Ezilgan qora murchni 1 qoshiq, kichkina chayni ложкада 1 qoshiq va kurkumadan 3 qoshiq. Buni aralashtirib yarim aralashmadan, mana bu aralashma, mana ichida aralashma ko'p qilingan. O'sha aralashmadan yarim qoshiq stakanga solib, ustidan o'sha qaynab turgan suv solib aralashtirib 5 minut tindirib qo'yish kerak. O'sha 5 minut tindirgandan keyin uni ichish kerak. Kunida 2 marta. Rak bo'lgan odamlar kunida 2 marta, ertalab, kechqurun. Va mana shuni effektini biz masalan endi buni effektini boshqami bilmayman, lekin biz sezdik. Masalan, onamda, rahmatli onamda shuni sezdik. Chunki aytganimda doktor aytgandi 8 oy maksimum degandi. Maksimum degandi. Haligi Amerikadagi doktor o'rtog'im 8 oy ham emas. Bu holatda dedi, oying to'g'risi ochig'ini aytaman, xafa bo'lma, oldinroq o'tib ketadilar deb aytuvdi. Lekin o'sha tabiiy narsalarga murojaat qilishimiz oqibatida onam 1 yil yashadilar, 1 yil. 2019-yil 13-iyunda olamdan o'tdilar. Biz ximiyani Toshkentga borganda to'xtatgandik, chunki ximiyani ololmay qoldilar, уже kuchsizlanib qoldilar, juda ham kuchsizlanib qoldilar. O'shaning uchun to'xtatdik va to'liq tabiiy davolanishga o'tdik. Tabiiy davolanishga. Birinchi o'rinda kurkumani ichdilar. Kurkumani Hindistondalik vaqtlarda ichishni boshlavdilar, keyin to'xtatmasdan ko'p ichdilar. Kurkumadan tashqari B17 degan narsa bor. Inglizchasiga amigdalin deyiladi. Ruschasiga ham amigdalin deyilar ekan. Bu achchiq bodom. Achchiq bodomni mag'zi, danaga deyiladi-yu, ichidagisi. O'sha narsani yeyish kerak. Buni endi protsedurasini yana internetdan qidirib topishinglarni maslahat beraman, chunki har bir odamning ahvoli har xil. Uni ham masalan sekin-sekin dozasi oshib boriladi. Bittadan yeb, kunida masalan sekin oshirib borish kerak uni. Bitta, ikkita, uchta qilib, masalan har kun bitta qo'shib. Uni ham o'ziga yarasha o'sha rakka qarshi haligilari bor ichida. Nima deydi, o'sha qarshi kurashadigan xususiyatlari bor. B17 dan tashqari mana bunaqa nima deydi, yog' buni ham topdim. Bu narsa O'zbekistonda bo'lishi kerak. Bu narsa haligi kalonji oil inglizchasiga hali black seed oil deyiladi, ya'ni qora kunjut yo'q, qora nima deydi bu? Hozir men sizlarga tarjima qilib beraman, uzr. Black seed oil. Black seed oilni ruscha tarjimasi maslo черного semeni deyilar ekan. O'zbekchasiga qora urug' yog'i, shunaqa narsa. Mana ko'rinishi mana shunaqa. Buni agar O'zbekistondan topa olmasangiz, mana shu brendni zakaz qilishingiz mumkin. Internetdan biror joylardan topib. Men buni Hindistonda olganman. Buni ham o'sha ichishlari kerak. O'sha kasal odam kunida masalan 2 marta kamida chayni ложкада. Tamsiz narsa, lekin shu qora yog' umuman olganda. Buni ham rakka qarshi xususiyatlari juda ham ko'p. Demak, mana shu tabiiy narsalar topganimiz va asosiy narsa, men yana buni anaqada qoldiraman videoning ostida. Bulardan tashqari yana netraditsion rakni davolash anaqasi yo'li bu italiyalik doktorni bir metodiga duch keldim men izlanishlar oqibatida. Bu onkolog Simonchini. Italiyalik onkolog Simonchini metodi. Bunga duch keldik. Demak, uni metodi shunaqaki, rakni davolashda u soda bilan davolaydi.
ya'ni chayniy soda deymiz-ku o'zimizda, chayniy soda, mana oziq ovqatda ishlatiladigan soda. Uni qanaqa qilinadi? U va shu yerda men aytib o'tmoqchiman do'stlar, bu yerda hech qanaqa meditsinskiy maslahat berganim yo'qman. Kimgadir foydasi tegishi mumkin degan maqsadda aytyapman. Doktor bilan maslahat qilgan holatda bu informatsiyani o'ziz o'rganib turib, doktor bilan maslahat qilgan holatda qilishingizni tavsiya qilaman. Lekin bizani holatimizda rahmatli onamga juda ham mana shu narsa foyda bo'ldi deb o'ylayman men shaxsan. Chunki tasavvur qilinglar, ximiyani to'xtatdilar Toshkentga borganda. Uje umuman ximiya olmadilar. O'shandan keyin mana shu 2019-yil iyungacha yashadilar. Demak, soda bilan simanchini qanaqa davolaydi? U birinchidan ichishni maslahat beradi va ikkinchidan soda qo'yishni maslahat beradi. Ya'ni kapelnitsada soda qo'yiladi. Soda aligida sotadi, Toshkent aptekalarida sotadi. Olishingiz mumkin. Yana izlab ko'ringlar simanchinining metodini. Bu yerda sodani grammlari yozilgan. Masalan, har xil gramm kasallik holatiga qarab, ya'ni yana doktorlar bilan maslahat qilgan holatda qaysi bir to'g'ri kelsa o'shani olish kerak. Va o'sha soda kundalik har kuni soda ichish kerak. Masalan, o'sha oziq ovqatda ishlatiladigan kundalik chayniy sodani bir qoshig'ini stakanga solib, qaynab turgan suv bilan aralashtirib ichiladi. Mana shu narsani umuman hamma mana bu ko'rsatgan narsalarimni o'sha ichishlari oqibatida bir qanaqadir foydasi bo'ldi deb o'ylayman. Chunki shuncha yashadilar. 1 yil hech qanaqa ximiyasiz. Lekin afsuski baribir o'sha oshqozon usti bezi pankreatik kanser shunaqa yomon ekanki, bu baribir metastazlar boshlanib, keyin uje kasallik nima deydi, holatni og'irlashtirib qo'yar ekan. Lekin bitta narsani aytish kerak. Biz Hindistonga borganimizda onamda metastaz bor edi. O'pkalarida metastaz bor edi. Metastazni to'xtatish yo'li endi o'sha ximiyani aytdi u, lekin ximiya boshqa organlarga ham zarar berishi oqibatida baribir kasal ko'p yashamaydi dedi, shunaqa holat. Keyin o'shaning uchun ham biz masalan hech qanaqa davosi, ximiyani hech qanaqa davosi yo'q deyilgandan keyin doktor birinchidan o'sha doktor Zaidi aytib turibdi, ikkinchidan boshqa statistika ma'lumotlar, umuman mana Amerikada mashhur Mayo Clinic degan klinika bor. Ularni o'sha исследованияларni men o'qib chiqdim hammasini. Ularda ham yozilgan ximiya pankreatik kanserda, pankreatik rakda davo bermaydi degan. Demak, o'shani hisobga olgan holda ximiya to'xtatildi va mana soda bilan mana bu hozir ko'rsatgan narsalarim qilingandan keyin o'sha 1 yil umr ko'rdilar. O'shanda masalan metastazlar to'xtagandi ancha vaqt. Lekin baribir ham soda ham o'sha simanchinining metodi ham shunaqa narsa ekanki, har kimga har xil ta'sir qilar ekan. Ya'ni qaysidir kasallarga yaxshi ta'sir qilib davolanib ketadi. Qaysidir kasallarga holsizlantirib qo'yar ekan. Juda ham holsizlantirib, sodaga nisbatan bir qanaqadir kasalda bir jirkanish bir hissiyotini olib kelar ekan. Onamda shunaqa bo'lgandan keyin iloj qolmadi, sodani to'xtatdik. Sodani to'xtatgandan keyin metastazlar o'z-o'zidan ko'payishni boshladi. O'pkada oldingi bo'lgan metastaz keyin uje jigarga o'tgan, boshqa joylarga tarqalishni boshladi. Shunaqa holat. Mana boshimizdan o'tgani mana shu bo'ldi-da. Demak, mana shu, agar imkon bo'lsa, masalan, o'sha rakni oldindan topishni ilojini boricha tezlashtirish kerak. O'sha sodani mana bu hozir ko'rsatgan mana shu narsalarimni iste'mol qilishdi. Bu narsalar kimgadir foydasi tegib, kimnidir umrini uzaytirib, qanaqadir bir yordam bo'lishi mumkin deb o'ylayman.
Chunki o'sha Hindistonga borganda ham ularda ximiyalarning tarkibida soda bor edi, soda. O'zbekistonga kelib biz so'rab surishtirib, ya'ni O'zbekistonda ham anaqa oldilarda ximiya biroz. Ularda unaqa narsa yo'q edi. Soda yo'q, faqat ximiyani o'zi edi. O'zbekistonda endi ba'zi bir doktorlar o'sha aytdi, biz faqat o'zimizni metodni bilamiz, boshqa metodlarni qilmaymiz chunki biz bilmaymiz degan gaplarni qilishdi-da, chunki risk bor bu yerda deyishdi. Bilgan yo'limizda qilamiz deyishdi. Shuning uchun protokol o'zlariniki, ularning ichida soda yo'q edi. Mana shu yerda ham ko'rishingiz mumkin, masalan Hindistonda ham rivojlangan meditsina, ularda ham soda bilan birga qilishar ekan. Mana shu, lekin endi masalan pankreatik kanser shunaqa narsa ekanki, uni birinchi stadiyasida yo ikkinchi stadiyalarida aniqlashning imkoni yo'q ekan. Biz Hindistonda borganimizda уже stadiya 4 edi. Odamda 4-stadiya. 4-stadiya o'pkada metastaz bilan 1 yil yashash statistikada juda ham oz. Shuning uchun izlaninglar, o'rtoqlar, izlanish kerak. Izlanish kerak, kimgadir davosi bo'lishi mumkin mana shu tabiiy narsalarni. Tabiiy yo'llarini topishga harakat qilish kerak. Endi men o'zimni 1 yil tinimsiz o'sha izlanganlarimni oqibatida eng foydali narsa bo'lib, mana shu narsalar kelib chiqaverdi hamma yoqdan. Birinchi o'rinda kurkuma, turmeric ingliz tilida. Mana idishini yana bir bor ko'rsataman. Bu Xitoydan olingan. Turmeric o'zi umuman olganda Hindiston, Nepal shu tomonlarda ovqatlarda ishlatiladigan narsa. Bu dori emas, bu o'simlik. Qanaqadir o'simlikda shu ezilgan holati. Buni ovqatga solishadi u. Va statistikada ham shuni qarashlaringiz mumkin. Nepal, Hindiston va umuman o'sha tomonlarda bular kundalik buni iste'mol qilishi oqibatida degan. Ularda rak juda ham kam, statistikada juda kam. Shuning uchun buni masalan sog'lom odam ham iste'mol qilib yurishini maslahat berishgan hamma yoqda. O'zlaringiz yana borib qanaqadir izlanish qilishingiz mumkin, lekin mana shunaqa. Men odam ham buni iste'mol qilishi maslahat berilgan. Ana shu o'rtoqlar, o'ylaymanki kimgadir foydasi bor. Bu videoni men hech qanaqa, yana bir bor aytaman, hech qanaqa bu yerda meditsinskiy maslahat emas. Faqat boshimizdan o'tgan, ko'rgan, bilganlarim, o'zimning izlanishlarim oqibatida duch kelgan natijalarni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Chunki bu kasallik juda ham yomon kasallik, hech kimga bu nima deydi, hech kimni boshiga solmasin. Chunki juda og'ir bir yil bo'ldi bizga. Juda ham og'ir kechdi oxirgi yil. Buni tasavvur qilish qiyin, to'g'risi. Mana shu, aldanib qolmanglar. Hali aytganimdek, agar Hindistonga boradigan bo'lsangiz, imkon bo'lsa O'zbekistondan olib boring bilgan odamingizni, tarjimonlaringizni. Ularning tarjimonlariga ishonib qolmanglar, chunki juda ham ko'p pulga tushib ketasizlar. Chunki bari boshqa davlat har qanaqasiga imkon bo'lsa arzon klinikaga uchmanglar. Men shu narsani ham ko'rdim Hindistonda. Apollo klinikasi juda ham katta va shuni oqibatida qimmatroq nisbatan. Lekin biz ko'rdik, masalan 1-4-5 so'm pulli deb arzonroq klinikaga borib davolanib va holati juda ham yomon bo'lib qolgan o'zbekistonlik anaqalarni, kasallar. Endi to'g'ri pul nima deydi, topish oson emas. Особенно birdan kasallik kelib qolganda. Baribir ham arzon klinikaga borganingizda holat anaqa unchalik yaxshi emas. Ular risk nima deydi, riski juda ham katta. Shuning uchun Apollo hech bo'lmasa katta hospital, shu yoqqa bordik va u yerda ham xuddi shu, masalan, o'zingizda odamingiz bo'lsa, sizga yordam beradigan qanaqadir bir ishingiz oson bo'lishi mumkin. Hatto bo'lmasa aldab tashlashadi. Mayli o'rtoqlar, sog' bo'linglar. Men shu bilan bu videoni tugataman. Ilohim hech kimni boshiga solmasin bu narsani va hamma nima deydi, sog'lom yursin. Kimgadir foydasi bo'ladi deb o'ylayman buni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.